Roblox Book surasiga xush kelibsiz. Sizlar bilan Newsbek va bugun biza eventda narsa aylantiramiz. Ya'ni eventdan yig'ilgan Halloween eventiga yig'ilgan narsalarni ishlatamiz. 5 mingta yig'dim. O'tgan videoda event haqida aytib berganman, qanaqa qilib konfet yig'ib yaxshiroq narsalarni olishni va biza hozir aylantiramiz. Gacha dealerdan nima tushishini ko'ramiz va sizlarga ham taxminan nima tushib qolishini sizlar ham ko'ra olishingiz mumkin. Qani biza lekin boshlaymiz. Oy. Ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. Halloween yaxshi. Bu nima desanglar, короче, mana bu yerda odamlar sizlarni qidirib akkauntinglarni ko'rishi mumkin. Mana fon bor, mana. Odam skininglar, keyin orqasida fon bor. O'sha foninglarni sizlar o'zgartirsanglar bo'ladi. O'zingizga bosasizlar. Edit background, Halloween, подтвердить. Tayyor. Shunaqa qilib o'zgartirsanglar bo'ladi fon. Tak, keyingi aylantirishni bosamiz. Cho'ta omadimiz kelyapti. Cho'ta adminlar xursand qilyapti mana. Eventdagi aksessuar vashchimdir. Menga uncha to'g'ri keldimi, bilmadim. Kommentariyada yozib qo'yinglar, menga chiroyli turdimi, yo'qmi? Bu narsani plyus tomoni bor. Ya'ni bu aksessuarlarni olayotganingizda plyus tomoni, katta plyus tomoni. Bunaqa aksessuarlar keyinchalik boshqa o'yinchilarda bo'lmaydi, faqat sizda, chunki siz eventda o'tgan bo'lasiz. Tak, kelinglar yana bitta aylantiramiz. Endi bir narsa tushdim. Keyingi aylantirish. O'tib ketdi. T-Rex tushdi. T-Rex turibdi. Kimga berish kerak? T-Rex turibdi. Balki olaman. Mayli, store qilamiz. Do'stlar, T-Rex tushdi. Просто T-Rex. Так, mana T-Rex. Мифический фрукт. Вообще zo'r. Bu eventga W. Zo'r. Tak, kelinglar biza Blox store ko'ramiz, balkim bu fruit sotilayotgandir. Yo'q, hech narsa sotilmayapti. Kelinglar просто oddiy gachadan aylantirib ko'ramiz fruit. O'tirmang. Oddiy gachadan aylantirib ko'ramiz. Blox gacha, случайно, balkim bu ham omadimiz keladi. Yo'q, omad kelmadi. Mayli. Bu fruitni aniqlab qoldiramiz. Kerak bo'lsa olib qo'yursin. Bizlar bilan shunaqa video chiqdi. Biz hozir Halloween gachadan aylantirdik. Sizlar ko'rdinglar nimalar tushishini, nima tushishi mumkin. Kommentariyada yozib qo'yinglar, kimdir aylantirgan bo'lsa bu dealerga nima tushganini. Biz esa hozircha bu videoni tugatamiz.